Короче, bugun sizlar bilan Yaponiya mahallasida просто aylanamiz. Bu yerda qishloqlarda ham уже 5-6 qavatli binolar juda ham ko'p ekan. Mana buni mashina desa bo'ladi. Bo'ldim, Yaponiyada bunaqa narsani topish juda ham qiyin. Axlat qutisi. Manzaraga просто o'zingizlar baho beringlar. Qishlog'imizda bunaqa joy borligini bilmagandim to'g'risi. Ko'ringlar nima topib oldim. Maktab topib oldim. Yaponiyada uchratishingiz juda ham qiyin bo'lgan, lekin ba'zida afsuski uchratib qoladigan narsangiz. Короче, nima bo'layotganini bilmayman, lekin shu orqa tomonda, u uzoqda tepada juda ko'pchilik odam yaponchada nimadir deb baqirishyapti. Men hayronman. Hozir borib ko'ramiz, iloji bo'lsa nima bo'layotganini aytaman sizlarga ham, ko'rsataman. Pastdan shuncha joyga erinmay chiqib, hozir bo'lsa yaponlar qabristonini ko'rib qoldim. Menimcha topdim. Pastdan turib qanaqa ovozda eshitganimni hozir ko'rsataman sizlarga. Aslida qanchalik tepaga chiqqanimni ko'rmoqchi bo'lsanglar, o'sha tog'larning yaqiniga kelib qoldim. Shuni ko'rsanglar bo'ladi, yaqinimda turibdi mana. Lekin bu yerda maktab va maktabni hududidan kesib o'tish kerak ekan. O'zi ko'rishim bo'yicha o'ylanib turibman. Sizlarga video olaymikan yoki universitetdan haydalib ketib universitetga O'zbekistonga qaytaymikan. Bu ish qilishim mumkinmidi yo'qmidi bilmadim, lekin men tepaga chiqdim. Haqiqiy milliy yapon uyi. Ancha tepaga chiqib qo'ydim. Bu mahalla juda ham zich ekan, uylar zich joylashgan ekan. Shuning uchun уже bo'ldi, teparoqqa chiqishga yo'l topolmasam kerak deb o'ylagan edim. Lekin qizig'i, men kelgan joyimni umuman eslab qolganim yo'q. Просто oldinga chiqib ketyapman. Bilmadim, hozirda oz qoldi telefonimni. Yapon tilini unaqa zo'r bilmayman. Agar telefonim polniy o'chadigan bo'lsa, bu videoni oxiri ham bo'lmaydi. Katta ehtimol bilan vaqtida uyimga ham qayta olmayman. Ko'ramiz nima bo'lishini. Tavakkal qilamiz.
hozir supermarketga kirib bu narsalarni oldim. Endi chiqib o'sha sarguzashtni davom ettiramiz. Hop, yer yong'oq, bodom, nimadir yong'oq va baliq aralashgan ekan. Sinak hozir yeb ko'ramiz endi qanaqa ekan. Qorni ochdi. Telefon zaryadi tugadi. Уже biz iloji boricha tepaga chiqdik. Tog'lar уже yaqin qoldi. Endi pastga qaytib tushamiz. Уже kech bo'lyapti. Vaqtida tushishga harakat qilaman endi. Ko'ramiz bu yo'g'ini. Qorong'i tushib ketmasmikan yoki adashib qolmasmikanman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Ana u tomondan keldim bu yoqqa. Tepaga chiqdim. Endi bu tomonga tushib ketishim kerak. Hozirgina shamol bo'lyapti, juda ham qattiq. Ko'rmay qoldimda, shuni o'ng tomonga burilgan edim. Keksa yapon ayol kelayotgan ekan. Keyin nima deb o'ylaysizlar, nima bo'ldi? Albatta bu yer Yaponiya. Birinchi o'rinda o'zi uzr so'radi. Wow. Uje bu yerda tarbiya, bu yerda odob вообще juda ham boshqa darajada. Shu tomondan tushib ketyapman. Agar bu yerdan shaharga olib chiqmaydigan bo'lsa, uje men yana orqaga qaytib ketishim kerak bo'ladi. Ishqilib yetib olaydi manzilimga. Qaranglar, bu yerlarda nima topib oldim. Antikvar do'kon. Eski telefon shoxobchasi va Domino's pizza. Umid bor. Uje men qaytib olaman ekan uyga deb yurgan edim. Lekin uje 7-Eleven chiqdi va sohilni ko'ryapman. Короче, sal qopdi, adashib bu yoqqa ketib borishimga. Aslida bu yoqqa ketishim kerak ekan. Keyin ketyapman pastga qarab. Buni qaranglar. Salon bor ekan. Gando saloni ekan. Ikkinchi даже videoga olish esanchib qolibdi. Shaharga kirgandan keyin. Xullas, videoni oxirigacha ko'rganligiga kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha